Quyosh tizimini tartibsizlik kutyapti. Yaqindan o'tgan yulduzlar sayyoralarni o'z yo'nalishidan chiqarib yuborishi va ularni koinotga uchirib yuborishi mumkin. Plutonning orbitasini izdan chiqarishdan tortib, Merkuriyga Quyoshga sho'ng'ishni majbur qilishgacha, Quyosh tizimi yaqindan uchib o'tadigan yulduzlar astronomlar o'ylaganidan ham ko'proq muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Garchi bu voqealarning umumiy xavfi hali ham past bo'lsa. Ilgari Quyosh tizimidagi sayyoralar harakati soat mexanizmidagi aniq deb hisoblangan bo'lsa, zamonaviy astronomlar uzoq vaqt davomida ularning harakati mutlaqo bashorat qilib bo'lmaydigan bo'lishi mumkinligini aniqladilar. Bu esa kelasi bir necha milliard yil ichida Quyosh tizimida aniq nima sodir bo'lishini aytishni qiyinlashtiradi. Ayrim modellashtirish natijalari tizim butunlay parchalanishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bunday voqealar yuz berishining eng ehtimoliy usuli Merkuriy orbitasining Yupiterniki bilan mos kelib qolishi hisoblanadi. Bu kichikroq sayyoraning Quyoshga qarab yo'nalishiga olib kelishi mumkin. Boshqa ehtimoliy manba Quyosh yaqinidan o'tib ketayotgan yulduzlar bo'lishi mumkin. Ammo bunday yulduzlar har ming yilda bir marta yaqinlashish ehtimoliga ega bo'lgan juda kam uchraydigan holatlardir. Endi esa ikki olim, Nathan Kayib hamda Sean Raymondlar shuni aniqladiki, bunday kamdan kam uchraydigan voqealar ham tizim muvozanatini izdan chiqarishi mumkin. Hattoki kundalik yulduzlar harakati ham Quyosh tizimini yo'ldan ozdirishi mumkin. Biz oddiy tez-tez uchraydigan uchib o'tish holatlarini o'rgandik, deydi Raymond. Ular Quyosh yonidan doim o'tadigan yulduzlardir. Albatta, kosmik miqyosda gapiradigan bo'lsak. Raymond va Kayib har xil kuchdagi yulduz yaqinlashuvlarini o'z ichiga olgan 5 ta simulyatsiyani yaratdilar va har birini 1000 marta qayta ishlatdilar. Har bir holatda Quyosh tizimining 8 ta sayyorasi, jumladan Pluton va minglab yulduzlar qatnashgan. Natijada har bir sayyoraning tizimdan chiqarib yuborilish ehtimoli ichki tartibsizlikka qaraganda 50% ga yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Yulduzlar ta'siridagi beqarorlik istalgan vaqtda yuz berishi mumkin. Ichki omillarga bog'liq beqarorlik esa asosan kelasi 4-9 milliard yil ichida ro'y beradi, deydi Raymond. Shu sababli yulduzlar Quyosh tizimiga eng katta tahdid bo'lib turibdi. Yulduzlarning eng kutilmagan qurboni esa Pluton bo'lishi mumkin. Raymond va Kayiblarning aytishicha, Plutonning beqaror bo'lib qolish ehtimoli 5% ga oshgan. Oldingi hech bir tadqiqot Plutonda umuman beqarorlik ehtimoli bor deb hisoblamagan, deydi Raymond. Buning sababi Neptunning barqarorlashtiruvchi tortish kuchidir. Shuningdek, ular Merkuriyning orbitasi izdan chiqib ketish ehtimolini ham aniqladilar. Bu Quyoshga sho'ng'ish, boshqa sayyoralarga to'qnashish yoki ularga bevosita ta'sir qilish shaklida bo'lishi mumkin. Bunday natijalar avvalgi hisob-kitoblardan 50-80% ga yuqoriroq chiqdi. Garchi umumiy xavf atigi 0.6% bo'lsa-da. Yerdagi orbitaning izdan chiqish ehtimoli esa 0.3% bo'lib, bu sayyoramizda jiddiy iqlim o'zgarishiga olib kelishi mumkin, deydi Raymond. Warwick universitetidan Dmitry Veres esa shuni ta'kidlaydiki, Quyosh kengayib, ichki sayyoralarning yo'q qolishiga olib keladigan 5 milliard yil ichidagi o'zgarishlar Quyosh tizimida muqarrar silkinishlarga olib keladi.